og'zimdan a degan tovush umuman chiqmasa-da, faqat chil 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 chiqaversa. Voy, shunaqa mazza bo'lsa kerak. Mani bo'yim 1.90 dedi, 19 santimetr dedi. Qalinganami? Singilcha dedi. Hoy akajon. Shalab qilasin. Akajon, to'g'risi bor-u, menda bor-u. Menga nima kayf beradi, bilasizmi? Rahmat, Oydan assalom. Menga nima kayf beradi, bilasizlarmi? Rahmat, Oydan. Bo'ldi, assalom, qabul qildim. Menga kayf beradigan narsa mayli asbobning qalinligi, uzunligi, kaltaligi, unisi bunisi muhim emas. Menga mamnun. Nima? SMS kelib ko'rmaydi. Kechikra. Menga nima kayf beradi? Shuni ikki oyog'imni shuni ochadi-yu, ragatka usulida. Ragatkani bilasizlarmi? Yoshlikda ragatka o'ynaganmizlar mamnuqa. Men qishloq qiziman deb o'ynaganman. Akamlarda ragatkasi bo'lardi, rosa ko'p o'ynardim. O'shanaqa ragatka usulda shunaqa kirib chiqayotganda mendan ovoz chiqadi-ku, qaranglar. Oy, bo'lmasga ovozda. Bunaqa shok aytadi-ku. Anaqa tagidagi ikkita tuxumchasi shuni ko'cham deshigiga shuni baram endi menkidan suv oqadi-ku, suv oqqan vaqtda ko'cham deshigiga shuni yig'iladi. Ko'cham deshigiga yig'ilgan vaqtda bu yoqqa kirib chiqayotgan vaqtda boya tagida ikkita tuxumchasi uriladi-ku, shilq aytadi. O'sha ovozni eshitaman-ku, prosta kayf qilaman, ishoninglar balkon. Prosta kayf qilaman. Asbobni deydi. To'g'risini ayting dedi. Asbobni deydi, to'g'risini ayting. Unchalik tushunmadim. Shahlo, rakim yoqadimi sizga? Akajon, menga eng yoqqan vaqtida, naqada yoshligimda, примерно 18 yoshimdan 22 yoshimgacha meni o'psa, quchoqlasa, assalom, jonim, muchi-puchi shunaqa gap gapirsa, qaram dedi. Shunaqa akajon, qaramman, nima qilay? Shunaqa qilsa, nima desam bo'lar ekan? Yoqardi-da. Men o'zim 25 ga kirdim. Menga hozir to'lqa asar xohlayapman, ishoning. Shuni tishlasa-da, shuni tishlagan vaqt shuni uzuvogidek bo'lsa-da. Shu ko'zlarim shuni og'riqdan, shuni ko'zlarim mana shu katta bo'lib, shuni jahlim chiqib, qo'yib yuboring deyapman sizga deb baqirsam. Shuna baqirgan vaqtimda shuni bo'ynimdan shuni ushlasa tag'in shuni yuzimga tirs ursa. Qisna qo'y desa shuni yuzimga qarab. Voy, bilar, uni kayfi shunaqa boshqacha bo'ladi.